Chiroylidimi aka? Nech pul? 18 million mana shu. Buni nech pul qilishyapti? Necha? 19 million so'm. Hurmatli obunachilar, Shved novosimiz. Gap yo'q. Shved buqamiz sotilibdi, hurmatli obunachilar. Nech pulga ekan? 15 dan ikkitami? Ikkitami, bittami? 15 millionga sotilibdi. Moldan telefon nomerini yozing, yemasa javob beraman. Qaysi mol? Hakpolosning o'ziga aytgan. Voy mashalloh, Shvedlarmi? Aka, hali sizga tik borsa. O'zim ko'rinib qolmayman. Ha, bo'ldi. Nech pul? Bashlarmi? Nech pul? Boytoq qochib turingchi, bitta rasm olib qo'yaylikchi jonivor. Bo'sh qo'ying. Bitta bilan menga bor. Abitdan keyin emas. O'zgida ham 19 ga hisob. Nech pul? Nima demang? Qo'lingiz olib turamiz. 51 million berishdi akalarni, 52,5 ga oylar deb aytdim. 52 ham deng. Ko'yni ko'tarsa. Nima deysiz aka? Nimaga yarimligini o'zlariga aytdim lekin. Keling aka, sizga tushuntiryapman. Boqanida endi. Keling aka. Hurmatli obunachilar, 51,5 million so'm savdo bo'lyapti. 52,5 ga bo'lsa ol deyapti. Jupi bir joyga. Mung'ari. Assalomu alaykum, hurmatli Vodiy Buqa kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Novoz ishqibozdan. Hurmatli obunachilar, Andijon viloyati Shahrixon Cho'ja Holdomiya chorva bozorida sizlar uchun boyaga qochib turing. Mana shu bitta rasm olib qo'yaylik. Sizlar uchun bugungi bozor chiroyli qilib narx-navosini ko'rsatib yoritib beramiz. 2025-yil 18-noyabr hafta kuniga seshanba. Boshladik akalar, sizlar uchun Novoz qatorida sotilgan barakalar barchasini ko'rsatib o'tamiz. Kanalga mehmonlar bir dona like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa, bugungi bozor chiroyli qilib e'tiborlarga havola qilamiz. Haqiqiy ashaddiy obunachilarimiz uchun videorolikni boshladi. Buni qaranglar, jonivorlar. Novoz masalasida ishingiz tushib kelsangiz, hurmatli obunachilar. Ishingiz bitmasdan qolmaydi. Nech pul oldi boy aka? 18 million 200 ming so'm. Nech pul bo'pti bular? 18 kam. Bu-chi? Kimdan ekan bular? Bu sotildi. Nech pulga? 25 million 200 ming so'm bo'ldi, bozor shamoli. 25 million 200 ming so'mga hurmatli obunachilar sotilibdi. Aka, bu qancha pul oldi? 26 million so'm. Qo'chqorda ehtiyot qiling, qo'chqorda. Bo'yiniga tushmagan ekanda bu qo'y, ha aka? Bo'yinga tushmagan. Ha, yotib ol. Aka, bular sotildimi? Nech puldan qilishyapti? Ketmaydi u, mashinasi yurmaydi, biz chiqmasak. Nimaga? Qaysi ikosiga? Bulargami? 61 million so'm qilyapti, mana shu ikosiga, hurmatli obunachilar. Nech pul bo'ldi akalar? Mo'la qarang-a. Bular ham sizdanmi? Bular nech puldan bermayapsiz? Tomoni 55 mol 40 deyapmiz, kami bor. 55 millionga 40 million kam bor ekan, hurmatli obunachilar. Mana akalar. Ha? 55 million 40 million kam bor. Nima telefon qilib bolaga qara. Inshaalloh. Aytvoraman nomerini. Voy aka, ushab turganingiz nech pul? 47. Jupiga 47 million so'm savdo bo'lyapti. Bular aka mesnimi yo Qirg'izistonning buqasimi? Andijonning Savayskiy shvedlari ekan, hurmatli obunachilar. Juda ko'plari Savay nima deydi, tushuntirib o'taman. Andijonda, Vodiyda, vohali obunachilarimiz ko'rayotgan bo'lsa, Andijonda Savay degan joyi bor. Toza shvedlar bor. O'sha yerdan chiqqan shved ekan bu. Ikosini 47 million so'mga berilmayapti, jonivorlar. 47 midi? To'g'ri gapirdimmi? Nomer berib qo'yaylikmi aka ishqiboziga? 93 lik. 257 0333. Ishqiboz bo'lsanglar, akalar aloqaga chiqaverasizlar. Aka kelish bo'lsa dastavka qilib berasizmi? Dastavka qilib beriladi. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar. Omma mo'lam zo'r. Zamon berishyapti, dastavka qilib berishdimi? Nima endi deng, kelishilsa bo'ldi-da deng. Joni sog' bo'lsin. Bozoringiz bersin. Nech pul bo'pti bu? 219 million so'm. Oho, mon qaranglar. Hurmatli obunachilar.
Greenfordlar ekan. Payshanba kuni qaytariladi. Greenfordlar, juda ko'p Greenford. Mana bitta Makka mavzusi bor ekan. Bular nech puldan bermayapsizlar? Bilmadim. Egasi boridan so'raymiz, xolos. Qo'lda turaver aka. Boyaga nech puldan bular? 31 ekan. 31 million ekan bor ekan. Savdo qilishdimi? Boyaga savdo qilishdimi? Bundan baraka topaymi? Yaxshi kunlar ishlating. Hech kimga baraka yetmaydi, avvalo. Qaysi mol? 28 millionga sotilibdi mana o'zi. Barakasi bersin. Sotildimi aka u? Nech pul qilishiya? Aka nech pul qilishiya? Sharka. Boy aka, marhamatli novoz точно topib qo'yibsiz-a? Oh, harom. Oh, harom. Sharka. Boyaga buni hech pul bermayapsiz. Ushab turibdi akamiz. Aka bu qo'roqlarni hech pul bermayapsiz. 25 million so'mga sotilmayapti. Aka nech pul oldi bu? Ha, yetalab ko'ring. Nech pul berdingiz? 31,5 million so'm beryapti ekan, berilmayapti. Yap yo'q. Aka bu nech pul qilishiya? 25 beryapti. 25 million sotilmayapti. Boyaga sotildimi bu? Yo'q, sotildi. Nech pul qilishdi? Yo'q. Nech pul qildi? Cho. 35 million kam bor ekan, har xil savdosi bo'lyapti. Boyaga bu nech pul qilyapti? 39 million so'mga berilmayapti. Yaxshi. Zo'r, mana akalar. Shved novosimiz ham zo'r ekan uni. Boyaga nech pul deyapsiz buni? 37 million 700 mingga sotilmayapti ekan. Hurmatli obunachilar, kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmanglar. Hali novos bo'zay ekan. Like bosib, akalar obuna bo'lishni unutmanglar. Taroziga chiqibdi molimiz. Tarozini ham ko'ramiz hozir. Aka nech puldan sotildi taroziga? 58 ming so'mdan taroziga sotildi. Avlikol buqamiz. Nech kilo keldi? 500 kilo keldi. 590 kilo. Mashalloh. Assalomu alaykum. Salomat bo'lasiz. Ha, rahmat. Ikkinchi buqamiz. Nech puldan sotildi boy aka bu? Sotilgan yo'q. 374 kilo keldi. Uyingizda novos boq ekan bo'lsangiz, hisobingizni chiqarib olaverasiz. 58 mingdan 60 minggacha sotilyapti. Taroziga, bozorda novos holatiga qarab. Boyaga nech pul berdingiz buni? Ko'rib qo'ya. Ha, o'zlar nech pul qilishyapti bozor? Ayaqda turgan holatiga. 28 millionga sotilmayapti novosimiz. Bo'ldimi? 450 kilo. 456 kilo keldi. O'ting aka. Taroziga sotildimi aka bu? Nech puldan boyaga? 58 ming so'mdan 5 kilo skidga sotildi. Skidkasi nima deganlarga, hurmatli obunachilar, tortiladi. Nech kilo chiqsa 5 kiloni ayirib turib hisoblashadi. Mashalloh. Mana akalar. Like bos, kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmanglar aka. Aka. 585 kilo atrofida. To'xtadimi?
Beş yüz doksan üç. 590 kilo kelibdi. 5 kilosi ketkasi buni. 60 kilo geldi. 590 kilo. 5 kilo. Gap yo'q. Akalar, chorvadorlar, xudo xolasa keyingi syomkalarda ko'rishguncha kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmanglar. Like bosib, xudo xolasa bundan ham chiroyli videolar qilib berishga harakatdamiz.